As. Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka-ukalar, hammangiz sog' salomatmisiz? Oilalaringiz tinchmi? Jo'jalarda bir ko'proq vaqt bo'ldi ko'rsatmadik. Zakazchilarga ko'rsatib o'tmasak, zakazchilar ham Farhod akam qachon ko'rsatadi ekan jo'jalarda deb qisliq turgandir deb. Endi hayotda har xil odam bor ekanda. Har kun ko'rsatsang ham gapiradigan odamlar bor. Uzoqroq vaqt ko'rsatmasang ham gapiradigan odamlar chiqadi. Bittasi kommentariy yozibdi. Har kun bitta jo'jani ko'rsataverasanmi? Buning egalari bor, egalari uchun ko'rsatiladi-da. Qanday rivojlanib turibdi, qanday o'sib turibdi jo'jalar. Bu eslaringizda bo'lsa, oxirgi marta ko'rsatganimda mana bu tepada turgan jo'jalar bular. Mana bu yerga hozir tepaga 30 tacha jo'ja, to'g'rirog'i bir 38 mi 36 to'shni sanab bilmadim. 40 ga yaqin jo'ja. Endi bu yanvar, fevral oyiga zakazchilarga tayyorlanib turibdi-da. Hozir buni ham dam berib, buni ham ko'rsataman. Bu yerda salkam 40 ta jo'ja bor-da bu yerda. Bu yerda xullas kalom 20 dan ziyod. Bu yerdan shu katta partiyalardan shu aytganman 10 tasini olib qolaman deb. Xudo xolasa buni ham kichik partiyalari shu yanvar, fevral zakazchiklarimizga chiqib ketadi. Xullas kalom, hey, shu yerda orasida bitta ana shu to'q katta partiya hammasini chidatmaydi mana shu. Taysonni bolasi mana shu. Bitta qolib ketdi, bu Rossiyada, buni egasi bor buni. Buni bitta xo'roz, bitta makon olganadi, endi umri kuni yo'q ekan, u xo'roz o'ldi u. So'ydim to'g'rirog'i bo'lmadi. Endi mana bularning orasidan bitta xo'roz chiqarib yuboraman o'zi. Xudo xolasa fevral oyida. Ana shu tovuq bilan bitta bularni katta partiyadan bitta xo'roz. Endi va'da qilingandan keyin bajarish kerak. Bu ham halol mehnat qilib turibdi. Topganlar barakat bersin. Xullas kalomda. Endi hozir kunda yanvar, fevral oyiga 25 ta jo'ja bor-da. 25 ta jo'ja, 20 ta jo'jani bitta odam Qo'qondan Mamajonov Sherzod degan ukamiz 20 ta jo'ja zakaz qilgan. Bitta odamga chiqib ketadi. Keyin Toshkent Nurafshondan Baxtiyor degan do'stimiz xullas kalom ana shu ikkalasini 25 ta jo'ja yanvar, fevralga chiqib ketadi. 25 ta jo'ja. Endi o ikkalasidan ham ortadi, keyin yanvar, fevral, keyin mart oyiga zakaz qilgan aka-ukalarimizga hujumga o'tamiz. Bosh patda donini ham ber. Donim yegan donim. Xullas kalom, ge donaga. Azgaralanmas. Yanvar, fevral oyina 25 ta jo'ja chiqarib yuborishimiz kerak. Har bir oyga 10 ta jo'jadan ko'p olmaganman o'zi. Bu jo'jalar ortsa, naryoqda yozilganlar bu yoqqa suriladi-da, surilishi mumkin, ko'ramiz. Mana aka-ukalar, endi ko'p kanalimizga yangi kirgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bu o'ylashi mumkin, kichkinalar rivojlanmay qolgan, bu deyishi mumkin. Yo'q.
Bir yerde hemesinin yaşıda razıysa var. Bir yerde tuxumla 3'teden 4'teden koyla vergen. Küllük hemesinin yaşıda razıysa var. Mana şu mekan eng kattasi mana. Taysonning balasi. Mana şu mekan eng kattasi mana. Mana şu mekan mana. Razıysa bir de hemesinin yaşı. Bir de hemesinin balasından var. Evvelden kadimden küzetediğin iki ülkelerimiz xorazladı, körgen xorazlarınızı hemesini balaları var bir de. Dağdan uççunuyum, Tyson'nuyum, zilzileniyum. Xullas. Ana o zilönkeler 11 minlikten boladı. Mana zilönke mana. Ana 11 minlikte balası. 17'de yutkanga 11 minlik koşulup çıkan. Mana. Xullas zilönkeler 11 minlik. Ana endi kichkina jo'jalarga o'tamiz, xudo xolasa. Tur. Böyle sebzeni beramiz. Bir de 40 tacha jo'ja yurtdi da. Az böyle sebze keyin don beramiz. Xullas endi hali bu jo'jalar yosh. Bu yerda ko'zga ko'rinmagan hali bular. Yosh. Bular ham shu. Yoshida razıysa var aka ukalar. Kecha chiqqan jo'jalar ham bor. Kecha onda biz to'ntalib ham qolibdi endi. Bugun chiqqan, kecha chiqqan. Mana aka ukalar jo'jalar. Jo'jalarga gap yo'q. O'sishi, nimasi, hamma narsasi joyida. Bular endi o yana oz keyin vaqtdan keyin ko'zga ko'rinib boshlaydi-da. Nimalar? Qanotlari bir chiroyli bo'lib, hozir endi bir xonaki jo'jalarga o'xshatishi mumkin, ko'p endi bilmaydigan odam. Sherzodbek, mana jo'jalaringiz xudo xolasa yutdi. Xudo xolasa shu bir oydan keyin shu fevralda xudo xolasa ko'ramiz. Fevralda chiqib ketadi-da. Hali ko'rasiz bu narsalarni. Yeneki videolarda şu Baxtiyor dostumuz Toshkent Nurafshon 25 jo'jada u ham shu fevral uzog'i fevralda bugun nechasi chisloni 20-chasimi 20simi bugun 20si bo'lsa xullas uzog'i bilan shu shunda fevralda 20'largacha yaxshi qilib beraman. Xullas eng kichkini 1 oylik qilib beraman-da, xullas kelam. Chotki qilib. Qolganlari 1 oylikdan ham ulug' bo'lishi mumkin bo'ladi. Akalar, bugungi aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz shular. Sog' salomat bo'lasiz. Bu donini ham bering, mana shuni ham ko'ringlar. Xo'shlashib turali. Donini berganim ham ko'ringlar. Ne bo'lganda xohlaganini yeydi-da. Sabzi turg'undan donni ko'rmay. Asta kelib boshlaydi. Xohlaganini yesa, xohlagan. Endi hozir syomkada ikkisini ham berdim-da. Lekin odatda masalan sabzini beraman birinchi, keyin donni beraman. Demakki, sabzini berganingizda bu sabzi yegandan keyin bu donni yegandan keyin suv ichmaydi-da. Donni bersangiz, donni yeb sirazi borib suv ichishi mumkin. Suvdan foyda yo'q. Suvni o'rniga mana bu sabzining namligi yaxshi-da. Shu sabzining namligi bilan o'zi nima bo'ladi? Chotki bo'ladi. Pastdan gladiatorlar
Bütbe gülayatullah. Buram urup kaçı. Bura toydu. Ana toygallar ana kaçetke çıktı. Karın toygallar. Hele bula uruşup yattı. Bak karnı toymadı hele. Halağandan yep tuttu. Halağan sebze yep tuttu. Ekeler ülkeler sağ salamet bulasız. Yeneki videolarda didar kadar uçaraşkınça deyip kalamız. Sağ salamet bulun. Yeneki videolarda didar kadar uçaraşkınça Allah'a emanetsiz.